يمر العمر بنا ونمر على أفكار فيها ما ينفعنا حين بعقل نختار. الماضي يهدينا خير دروس للعمر والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر. Meşhur davetçi Doktor Tarık Süveydan'ın Tefekkür Cevherleri namlı programmasını huzurunuzda sunumuz. Bismillahirrahmanirrahim. İslam'ın burmalanğan obrazı. İslam dinimiz kişini zoklandırdıgan intayin güzel, ulu ve yüksek bir din. Biz dinimizni muşundaq bilimiz. Amma dünya bolsa dinimizni bu suratda bilmeydi. Dünya bu dinning burmalanğan obrazını körüvatıdı. Elbette bu dinning obrazını Daeshning jinoyatlari ve şundaqla zalim mustabid hükümdarlarning qilmishlari ve bizning g'arb dunyosidagi hayotimiz setleştirdi. Demek İslam dinini biz setleştirdik. G'arb dunyosi İslam dinining güzelligiga to'lgan din ekanligini tonib yetelmedi. Belki musulmonlarni bular axloqsiz terrorchilar deb qoldi. Afsuski İslam dini ular o'ylagandek emas edi. Sual: İslam dinining bu burmalanğan obrazını tuzitishning eng tez, eng kuchlik ve eng yaxshi yo'li nima? Sualga diqqat qilinglar. Men farqli 3 iborani qo'llandim. Ya'ni eng tez, eng kuchlik ve eng yaxshi yo'l dedim. Faqat bir yo'lla hem yaxshi, hem tez, hem kuchlik bo'lmaydi. Bir yo'l yaxshi bo'ladi, yana bir yo'l tez bo'ladi. Yana bir yo'l bo'lsa kuchlik bo'ladi. Biz buni birlikda mulohiza qilib, o'zimiz tushirgan dinning obrazini qaytadan asliga keltiraylik. İslam dinining burmalanğan obrazını tuzitishning eng yaxshi yo'li İslam axloqini shaxs, jamiyat va davlat sifatida hayotimizning hamma nuqtalarida tatbiqlashdir. Biz Yevropani askeri kuch bilan fath qilishga urinib, g'alaba qila olmadik. Ammo biz Sharqiy Janubiy Osiyoning hamma yerini shu yerlarga borgan musulmon savdogarlarning axloqi bilan fath qildik. Axloq dinni tarqitishning eng yaxshi yo'li. Chunki İslam axloq dinidir. Mana bu eng yaxshi usuldir. İslam dinining burmalanğan obrazını tuzitishning eng tez yo'li bo'lsa, tashviqotdir. Tashviqot millionlagan insonga emas, balki milliardlagan insonga yetib bordi. Bo'libmi, bugungi kunimizda xalqaroliq yuqori saviyadagi ijodiy filmlarning roli intayin kuchli bo'layotdi. Mushundaq yaxshi filmlarni ishlab chiqarish kerak. Buning iqtisodiy foydasimi intayin ko'p. Bugungi savdogarlarimiz %5 yoki %10% foydaga rozi bo'lib tijorat qilyotdi. Bu filmlardan eng az bo'lganda birsi %100 foyda qiladi. Shundoq turuqliq biz davlat sifatida bo'lsin yoki tijoratchilar sifatida bo'lsin buni qilmayotimiz. Nima uchun qilmaymiz? Amaliyotda bu islom dini tarqitishning eng tez yo'li. Qarab baqsaq, bizning payg'ambar alayhisalomning tarixidan boshqa tuzukroq filmimiz yo'q. 35 yildan ko'proq vaqtdan bugungacha nima ish yo'q. Bu to'g'rimi? Bu iqtisodiy foydasi eng ko'p va islomni eng tez tarqitadigan yo'l. Agar film ishlayolgan bo'lsak, islom dini bu yo'l orqali milliardlagan insonga tarqalgan bo'ladi. Hamda biz bu filmga dinning haqiqiy mohiyatini kirgizalaydik va dinimizning go'zalligini namoyon qilalaydik. Bu orqali dinimizning burmalangan obrazini tuzdalaydik. Bu yo'l bilan islom dini tez tarqaladi. Texmi kuchliroq yo'l bo'lsa, islom dinining davlatda namoyon bo'lishidir. İslam dini davlatda namoyon bo'lgan bo'lsa va bu davlat islomning tavhid aqidasini qabul qilgan bo'lsa, tavhid aqidasi boshqa aqidalarga insof bilan muomala qiladi va boshqa butun aqidalarga hurmat qiladi.
Chunki dinimizda majburlash yo'q. Hech kimni dinimizga majburlamaymiz. Dalil isbot keltiramiz. Davlat islom axloqi bilan namoyon bo'lgan bo'lsa, albatta u bir axloq davlati bo'lgan bo'ladi. Axloq umumlashib, davlat to'xtam va kelishimlarda islom axloqiga rioya qilib, hech qanday to'xtam yoki kelishimga xiyonat qilmaydi. Va bizmo hech qanday kishiga xiyonat qilmaydik. Davlat yolg'on so'zlamaydi va xiyonat qilmaydi. Shundoq. Davlat yolg'on so'zlamaydi va xiyonat qilmaydi. Chunki u davlat islom axloqini namoyon qildi. Davlat yana islom shariatining adil, insofli, hikmatli ekanligini namoyon qildi. Men shariatni tatbiqlashning shartlarini oldingi darsda bayon qilgan edim. Agar davlat shariatni tatbiqlagan bo'lsa, bu davlat texnika, tadqiqot, ma'arif, iqtisod va askariy jihatlarda taraqqiy qilgan kuchli davlat bo'ladi. Ko'ryapmiz, kunimizda taraqqiy qilgan davlatlarning madaniyat jihati ojiz bo'lgan davlatlarga tarqilyapti. Shuningdek, agar bizmo kuchli ummat bo'lsak, shu kuchning ta'sirida bizning madaniyatimizmo keng tarqalgan bo'ladi. Savol. Navbatda har birimiz yuqoridagi 3 sohaning qaysisiga kuchimizning yetishchasi qo'sha olamiz? Yaxshi o'ylanib beqinglar. Shundala dinimizning satlashtirilgan obrazini tuzitishga has qo'sha olamiz.